Tasavvur qiling, muhim uchrashuvdasiz yoki bo'lmasam ko'chada sizdan kimdir ruschasiga bir narsani so'radi. Va o'zbekcha sizga siz qanaqa javob berish kerakligini bilib turibsiz. Даже ruschada ham qaysi so'zlarni aytish kerakligini taxlab qo'ygansiz, lekin xuddi bir tomog'ingizda nimadir tiqilgandek shu o'tirasizda ayta olmaysiz. Shu deysiz u qizarib o'tiraverasiz. Tanish holatmi? Siz hech qanaqasiga lallaygan yoki boshqacha emassiz. Sizda shunchaki yezikovoy baryer, ya'ni muzlab qolish sindromi bor. Bugun biz siz bilan hech qanday grammatikani o'rganmaymiz. Bugun siz bilan birgalikda o'sha miyangizdagi tormozda qanday qilib olib tashlashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, ishonaman sizga 100% manfaatli bo'ladi. Rus tili bu maqsad yoki boshqa narsa emas. Bu shunchaki instrument. Nega rus tilida boshlang'ich darajada so'z boyligingiz bo'lsa ham to'xtab qolaverasiz, qanaqadir so'zlarni aytishda uyalasiz. Ko'pchilik o'ylaydi, lug'at boyligim kam deb. Siz xuddi ruslar kabi ideal gapirishga harakat qilasiz. Xuddi ruslar kabi gapira olmasangiz, sizni ustingizdan kimdir kulib tashlaydi deb miyangiz sizga tormoz belgisini beradi. Agar bolta bilan o'tin yoradigan bo'lsangiz, siz boltani qayerdan ushlashingiz umuman muhim emas. Muhimi mana bu o'tinni yorilishi, to'g'rimi? Muloqotda ham xuddi shunaqa narsa. Siz qanaqa gapni ishlatishingiz, qanaqa yo'l bilan fikringizni yetkazib berishingiz umuman qiziq emas. Muhimi fikrni insonga, ya'ni o'sha muloqot qilayotgan insoningizga yetib borishi. Keling, bugun biz siz bilan mana shu miyamizdagi stoplarni, umuman bizani ushlab qoladigan narsalarni yo'qib tashlaydigan top eng kuchli 3 ta usulni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi metod ovozli o'ylash. Bu metodni go'zalligi shundaki, sizga hech qanaqa nima deydi, sizga sherik kerak bo'lmaydi yoki bo'lmasam kimdir bilan yozishingiz kerak bo'lmaydi yoki отдельно bir vaqt talab qilmaydi. Chunki bu metodda eng zo'r tomoni sizni miyangizdagi, misol uchun, o'ylash, tarjima qilish, keyin gapirish degan texnikani olib tashlab, o'ylash, gapirish degan formulaga o'tkazib qo'yadi rus tilidagi suhbatlaringizni. Birinchi qadam, hozirgi daraja. Uyda yolg'iz bo'lganingizda har bir harakatingizni rus tilida, misol uchun, bajarib keting. Misol uchun, deylik, o'tirgan joyingizda "Я держу книгу". Hech kim buni eshitishi ham shart emas. Bu siz uchun, faqat siz uchun. Misol uchun, "Я пишу" bo'ladi, misol uchun, notebookda yozasizmi yoki bo'lmasam daftarda yozasizmi? "Я пишу". Har bitta harakatingizni rus tilida o'zingiz ovoz chiqarib gapirib keting. Misol uchun, "Я сижу", "Я смотрю телевизор". Ikkinchi qadam, rejalashtirish darajasi. Keyingi qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni rejalashtiring. O'tirganingizda, misol uchun, ishsiz o'tiribsiz, lekin keyingi qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni rejalashtiryapsiz. Я сейчас пойду на работу, я буду с друзьями пить кофе, а потом возвращаюсь на домой. Misol uchun, men hali bu ishlarni qilganim yo'q, lekin prosta o'ylayapman, shu ishlarni qilaman. Xuddi shunaqa o'zingizni qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni prokommentirovat qilib boring bularni. Uchinchi qadam, charchaganingizda, xursand bo'lganingizda yoki qanaqadir emotsional holatda bo'lganingizda ushbu o'sha jarayonni ifodalang. Misol uchun, "Я сегодня очень устал, сегодня плохая погода". Ну, ничего страшного. Ikkinchi metod, детский мир принципа. Tasavvur qiling, 3 yoshlik yoki 4 yoshlik rus bolasi o'zini fikrini qanaqa qilib yetkazib berishga harakat qiladi. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, hech qanaqa grammatik qoidalarni ishlatmaydi yoki bo'lmasam bir dabdabali sifatlarni ishlatmaydi. U shunchaki eng qisqa va eng to'g'ri bo'lgan gaplarni ishlatib o'zini fikrini yetkazib berishga harakat qiladi. Keling, ushbu usulni ham 3 ta etapga bo'lib turib qisqacha tushuntirib beraman. Birinchi qadam, katta odam emas, aksincha, yosh bola, ya'ni bog'cha bolasi bo'ling. Kattalar miyasida ko'pincha mana shunaqa gaplar tuziladi. Men ushbu mahsulotning narxi va uni sifati haqida ma'lumotni olishim kerak. Siz bu gapni rus tilida tarjima qilib gapirishingiz uchun kamida 5 ta pravilani, ya'ni 5 ta qoidani bilishingiz kerak. A детский мир qoidasi bo'yicha esa bu nech pul? Bu yaxshimi? Siz bu orqali hech qanaqa tutilib qolmadingiz yoki hech qanaqa uyatga qolmadingiz. Muhimi, siz fikringizni yetkazib berdingiz. Xuddi birinchidagi gapni qisqa va lo'ndasiga fikrni yetkazib beryapmiz. Ikkinchi qadam, Lego uslubi. Bolalar tilni grammatik kitoblardan rus tilini o'rganishmaydi. Ular shunchaki atrof muhitdagi eshitilayotgan gaplarni o'rganib, ulardan bitta shablon tuzib olishadi. Misol uchun, "Мне нужно", bu menga kerak degan gap. Va uni oxiriga xohlagan so'zlarni qo'yib ishlatishadi. "Мне нужно вода", "Мне нужно", misol uchun, "Mamam" deydi. Ovqat
deyishi mumkin misol uchun. Ularga farqi yo'q. Bitta shablonni ushlab olishadi va qolgan qismida kerakli bo'lgan, misol uchun mahsulotni yoki bo'lmasam narsani so'rashadi. Va oxirida bo'lishi mumkin, oxirida qanaqadir okonchaniyalar, yana boshqa qonun-qoidalar buzilishi mumkin, lekin eng muhimi biz o'zimizni fikrimizni yetkazib berishimiz. 3-qadam sinonimlar bilan o'yin. Agar biror qiyin so'z sizning esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, misol uchun deylik, urna. Detskimer ko'rinishida, misol uchun eslolmadingiz, urna degan so'zni eslolmadingiz. Bolalar, yosh bolalarga o'xshab uni tushuntirib berishga harakat qiling. Qachon? Misol uchun deylik, yashik внутри мусор. Bo'ldi, tushunarli. Quti ichida musor bor. Biza aytishimiz shart emas unga, misol uchun urna deb eslab o'tirishimiz. Muhimi ma'nosi kelib chiqdi. Muhimi insonga biza nimani aytmoqchi bo'lganligimizni yetkazib bera oldik. Razgovor.uz onlayn rus tili maktabi bilan siz 3 oyda 0 dan razgovor darajasigacha chiqishingiz 100% kafolatlanadi. Darslar onlayn formatda Telegram platformasida bo'lib o'tadi. Bu degani siz bir kunda 25-30 daqiqa vaqt oralig'ida sarflagan holda rus tilini bemalol erkin o'rgansangiz bo'ladi. Bizda haftada 7 kun mobaynida dars bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 kunida siz grammatikani video darslar orqali o'rganasiz. Undan tashqari 3 kunida esa ustoz bilan individual jonli razgovor darslarini o'rganishni davom ettirasiz va haftada 1 kun musiqali darslar bonus sifatida qo'shib beriladi. Bundan tashqari har bir grammatika darslarida sizga lug'atlar, ularning audiolari bilan birgalikda testlar va uyga vazifalar ham topshiriladi. Bugungacha bizda 1715 dan ortiq o'quvchilar kursimizda o'qib, allaqachon rus tilida erkin muloqotni boshlashdi. Shu sababdan ham natijaga, ya'ni 100% natijaga biz qonuniy shartnoma asosida kafolat beramiz. Biz bilan birgalikda rus tilini 3 oy ichida o'rganib, erkin razgovor darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havolani bosib, kursdan ro'yxatdan o'ting, ya'ni o'zingizning telefon raqamingizni yozib qoldiring. Sotuv menejerlarimiz albatta sizga aloqaga chiqib, yanada to'liqroq ma'lumotni berishadi. Shadowing bu til o'rganishdagi eng agressiv usullardan biri. Oddiy qilib aytganda, ushbu usul diktorni yoki bo'lmasam aktyorning orqasidan soya kabi ergashish. Keling, bu usulda ham 3 ta etapga bo'lib turib, mayda-mayda qilib bitta tushunib olamiz. Birinchi qadam material tanlash. Murakkab gap tuzishga umuman harakat qilmang. Shunchaki magazinga kirganingizda, men mana shu buyumni sotib olish niyatidaman demang. Men shuni olaman deng. Ya возьму это. Bo'ldi. Unaqa o'zingizni qiynab turib rus tilida qanaqadir qiyin dialog tuzishingiz shart emas. Ikkinchi qadam tinglash va tushunish. O'zingizga yoqqan, nutqi tushunarli va aniq bo'lgan audio yoki videoni tanlab oling. Eng muhim sharti, birinchi shart. Qarang, siz o'sha audio yoki videoni birinchi navbatda skripti sizning qo'lingizda bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha gapirilayotgan gapni yozuv ko'rinishida sizda bo'lishi kerak. Chunki ustma-ust siz u bilan gapirasiz. Yoki bo'lmasam stop qilib yoki ustma-ust gapirishingiz kerak bo'ladi. Va yana bitta sharti, boshlang'ich darajalar uchun uzoq 1-2 daqiqa ham yetarli. 1-2 daqiqadan boshlashsangiz ham hech narsa qilmaydi. Uchinchi qadam, asosiy qism. Soya kabi bo'lish. Va hamma etaplarni qilib bo'lganingizdan keyin audioni eshitib oldingiz, boshqa qildingiz, endi yana audioni boshdan qo'yamizda, endi diktor bilan birga gapirishga harakat qilamiz, ya'ni ustma-ust. Misol uchun video gapiryapti, ustiga siz gapiryapsiz. Sizda tekst bor-ku axir. Ustiga gapiryapsiz, keyin orada qaysidir so'zlarda adashib ketib qolsangiz yoki bo'lmasam chalkashib ketib qolsangiz, tashlab keting, mayli. Ahamiyatsiz. Muhimi diktorning orqasidan qolmaslik. Mayli qaysidir so'zda adashsangiz, muhimi orqasidan qolmaslik. Qayerda tezlashsa, siz ham tezlashing, qayerdadir ovozini ko'tarsa, siz ham ko'taring, qayerdadir sekin gapirsa, siz ham sekinlashing. Agar hozir ko'rganingiz va o'rgangan bilimlaringiz sizga ozgina bo'lsa ham ishonch va samoverenность bergan bo'lsa, juda ham xursandman, lekin to'xtatib qo'ymang. Bu usullarni o'rgandikmi? Nima uchun o'rgandik? Qaytarish uchun va rus tilini o'rganish uchun o'rgandik bu usullarni. Shu sababdan bilim amaliyotsiz o'likdir. Ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, demak, podpiska tugmasini bosing, like ni bosing va bundan keyingi yanada qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi o'sha qo'ng'iroqcha belgisini ham bosib qo'yishni unutmang. Demak, sizlar bilan Razgovor.uz jamoasi va men Ramazonov Jamshid bo'ldim. Rahmat.